xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqishda Amerika Qo'shma Shtatlarida fermerlarga yordam beradi Xitoy masalan, yoki mana sun'iy intellekt sohasida hamkorligi bor. Mana bekorga Donald Tramp bilan birga Elon Musk yonida janob Huang borganda u kishi demak u kishi Nvidia degan kompaniyani yetakchisi, aynan sun'iy intellekt bo'yicha yirik kompaniya bu va qator o'sha innovatsiyalar sohasida demak Xitoy yetakchilik qilyapti va umuman masalan uni ittifoqchilari deylik o'sha dunyo miqyosida men o'ylayman o'sha bu faktorlar demak Amerikani demak majbur qilyapti kerak bo'lsa Xitoy bilan kelishishga. AQSh va Xitoy yetakchilari uchrashuvidan keyin qanaqa hodisa kuzatilmoqda? Endi bugungi kunda mana Shi Jinping janoblari Donald Tramp bilan uchrashuv juda samimiy ruhda o'tdi. O'tgan safar delegatsiya tarkibida juda ham ko'pchilik edi, lekin bu safar kamroq, lekin o'sha kerakli odamlar bor deb o'ylayman. O'sha vazirlar, deyman tashqi ishlar vaziri shu jumladan ilgari tashqi ishlar vazirligiga ruxsat berilmagan, familiyasida bitta hieroglif o'zgartirib ruxsat oldi. Masalan, chunki Xitoyning ichki ishlarga aralashganligi uchun unga taqiq qo'yilgan oldingi davrda. Marko Rubioga qo'yilgan taqiq. Endi bugun kunda o'sha yaqinda bo'lib o'tgan o'sha uchrashuv bu muvaffaqiyatli deb qarash mumkin va men o'ylayman ko'p masalalar hal qilindi, ayniqsa savdo sohasida. Donald Trampni o'sha intervyularda ham bu haqda ma'lumot olish mumkin. Ya'ni ular qoniqdi bu uchrashuvdan. Chunki ikkita qudratli davlatni demak munosabatlari kerak bo'lsa dunyoga ham ta'sir ko'rsatadi. Dunyo iqtisodiyotini asosiy ustunlari deyish mumkin. Sarmoyalar sohasida Amerika va umuman xalqaro institutlardagi ta'siri ham yuqori hali ham o'sha Amerika va uning ittifoqchilari. Xitoyning esa o'sha iqtisodiy loyihalari juda ham o'sha ilg'or va sarmoyalar ayniqsa o'sha Xitoy ham rivojlanayotgan mamlakatlarga katta sarmoyalar ajratyapti ki Amerika ham bundan chetda qolishni xohlamayapti. Men shunday deb qarayman shaxsan. Masalan, Rossiya katta sarmoyalar kirita boshlaydi yaqin orada va Markaziy Osiyoning asosiy iqtisodiy sherik davlatlarning sherigi demak bu Xitoy hisoblanadi va Xitoy bilan Yevropa o'rtasidagi hamkorlik juda oshib qolyapti. Endi umuman potensial yuqori, lekin amerikaliklar buni qanaydir Yevropaga harakat qildi, aytishga bu xavf deb yo'q, bu aslida arzon mahsulot ko'rinmayapti. Eng yaxshi mahsulotlar ham Amerikaga boradi, u bizda shunaqa eski tushuncha bor edi. Xitoy mahsulotlari bu eski bo'lmaydi. Yo'q, unaqa emas. Eng u bozorga qarab chiqarib Xitoyda. Shu nuqtai nazardan asosiy mana 30% dan oshiq dunyo mahsulotlari Xitoyda. Xitoy bu jahon fabrikasi deyish mumkin. Shu nuqtai nazardan biz demak Xitoy bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining hamkorligi nafaqat iqtisodiy sohada, balki global tartibotga ham, umuman o'sha global xavfsizlik tizimlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Chunki shuning uchun ularni